Assalomu alaykum. Bu videoda oson kassadagi navbatdagi yangilanishlar haqida gaplashamiz. Endi har bir foydalanuvchining qaysi filialdagi kassalarga kira olishini aniq belgilash mumkin. Agar biror foydalanuvchiga ma'lum filialga kirish taqiqlansa, u foydalanuvchi ushbu filialdagi kassaga kirishga harakat qilganida ushbu xatolikni oladi va kira olmaydi. Buni sozlash uchun admin paneliga kirib, Управление bo'limidagi Пользователи sahifasiga o'ting. Kerakli foydalanuvchini tanlang, so'ng filiali tugmasini bosing. Shu yerda qaysi filiallarga kirish ruxsatini berish yoki olib tashlashni sozlashingiz mumkin. Bu videoda oson kassada amalga oshirilgan so'nggi yangilanishlar bilan tanishdik. E'tiboringiz uchun rahmat. Oson apteka dasturlari bilan biznesingizni oson boshqaring va yangiliklar bilan hamnafas bo'ling. Biz bilan hammasi oson.